Mana ular qolib ketdi-da, mana. Ha, yo'q, tarqatmadingmi? Qolib ketib qoldi-da. Kuku kaka. Yur bog'chaga kir. Kuku kaka. Tarqat bolalarni, tarqat. Bog'cha bolalari bu. Tarqat. Kuku kaka. Ha, eshitdinglar. Syomka qil. Hurmatli bolajonlar, uyga borib, uydagilarga aytinglar, soliqlarni o'z vaqtida to'lashsin. Xo'pmi, tushundingmi? Yig'lama, kulib tur, rasmga ol. Ha, gruppaga tashlab yuborasan-da. Kuku kaka. Bu tushundingmi qizim? Tushundingmi? Tushundingmi sen ham? Ey, kuku kaka. Bo'pti aka. Kuku kaka. Bo'ldi, kuku kaka. Ko'chadan uyga shoshilsa erkak, uyda dama huzur yashaydi demak. Hurmatli aziz muxlislar, tasavvur qiling, o'tgan kunlar romani hozirgi zamonda yozilganda qanday bo'lardi? Meni muhabbatimdan ayirdilar. Kumushimdan ayirdilar. Zaynab. Ha! Ha, uydamisan, men Marg'ilonga g'irret o'tib kelaman, ha? Ijtimoiy tarmoqlarda odatda mashhur insonlarning postlariga negativ fikrlar yozishadi. Tasavvur qiling, mana shu negativ yozadiganlar o'rtasida chempionat bo'lganda qanday bo'lardi? Marhamat, sahnaga 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rin g'oliblarini taklif etamiz. Negativlar keldi. Qarg'a qag'illab g'oz bo'la olmaydi, kampir shaqillab qiz bo'la olmaydi deganlaridek, dastlabki 3-chi o'rin g'olibi bilan tanishamiz. Marhamat, siz kimlarga negativ yozgansiz? Men katta odamlarga negativ yozardim. Xo'sh, Kunlardan bir kuni Isroil Madrimov degan bokschiga, shu ham bokschimi deb yozdim. Ko'rish qolib bitta qo'ydi, mazam qochib qoldi. Keyin doktorxonaga tushdim. Keyin doktorxona profilga kirib, shu ham bansami deb yozdim. Keyin ular meni qamab qo'yishdi. Qamoqni qoshiqda ko'ylab chiqib ketdim-da, keyin shu ham qamoqxonami deb yozib qo'ydim. qoyili. Shuning uchun sizni 3-chi o'rin g'olib bo'lganingiz bilan tabriklaymiz. Marhamat. Agar mashq qiz bermaganda olmasdim. Ana endi 2-chi o'rin g'olibi bilan tanishib o'tamiz. Marhamat, siz kimlarga negativ yozgansiz? Men o'zimga o'zim yozganman. Nima deb yozgansiz? Basharan qara deb yozganman. Bizanicha yo'q qora olmaysanlar, xommi? Biz azaldan bormiz, xommi? Shunaqa negativ yozishingizga ota-onangiz qarshi bo'lmaydimi? Yo'q, chunki billa yozamiz. Shuning uchun sizni 2-chi o'rin g'olib bo'lganingiz bilan tabriklaymiz. Marhamat. Qomatga gap yo'q, boshingizga oyog'im. Ana endi barchamizni qiziqtirayotgan 1-chi o'rin g'olibi bilan tanishamiz. Marhamat, siz kimlarga negativ yozgansiz? Men asosan show biznes vakillariga negativ yozaman. Masalan, Bravo'ni kommentariyasiga kirib, million baribir nomerading deb yozib qo'ygan. Millionni kommentariyasiga kirib, Bravo best of the best deb yozib qo'ygan. Yulduz Usmonovani kommentariyasiga kirib, Ozoda Nursaidova ko'kshiguli deb yozib qo'ygan. Ozoda Nursaidovani profiliga kirib, O'zbek san'atda qirolicha bitta bo'ladi deb yozib qo'ygan. Ramzan Qodirov profiliga kirib, baribir Botir Qodirov zo'r deb yozib qo'ygan. Botir Qodirov profiliga kirib, men uchun katta o'g'il Shohjahon Jo'rayev deb yozib qo'ygan. Shohjahon Jo'rayevga kirib yozmoqchi edim, kommentariyasini o'chirib qo'yibdi. Shuning uchun sizni 1-chi o'rin g'olib bo'lganingiz bilan tabriklaymiz. Ya, buni qaysi biri sovg'a? Ha, bunisi. Bo'lmasa yana yozamiz negativlar. Rahmat. Tashakkur. Baxt oddiylikda deyishadi. Bo'lmagan gap. Men borib ko'rdim. Baxt oddiylikda emas ekan. Baxt Sirdaryoda ekan. Bizda navbatdagi sahna ko'rinishi 90 ga yaqinlashib qolgan otaxon so'nggi kunlarini farzandlar bilan birga o'tkazmoqda. Bolalarim, suv!
Bollarim non. Bollarim vasiyat. Dadajon! Dada, nima Dadajon! bo'ldi sizga? Dada, Dada! ko'rmayurlaring bor. Dada, Keldilaringmi? Hamma dada, Ha. keldik. Ha, keldingmi? Ha, qazi. Ya qazi boylik shu yerda bo'lsa kerak. Qazi yeyman. Ey, qanaqa qazi davlingiz bor, otam, davlina. Ha, kola. Kola, Kola olib ket do'konga. Yo, anti kola. Ha, kola. Balki boylik shu yerda. 2 metr bo'lsin. Bo'ldi. Ana bo'ldi. Bo'ldimi? Ha. Qirg'og'ini shipir bilan o'rab m deb yozib qo'y. Prikol qilmang, pag'ami? O, maqsadga o'tsizchi otam. Bo'ling. Ha, bo'pti, vasiyat. Katta o'g'lim, Labbay padari buzrukvor. voyshash-o'ray. Senga mehribonim bo'lgan, Aha. qadrdonim bo'lgan, Aha. moskvichim. Qilgan ishlanga shu. Hop, ye o'rtacha, ha, bu ham zo'r yigit. Labbay shepim. Senga mehribonim bo'lgan, Aha. qadrdonim bo'lgan, Aha. vala sapitim. O'z shuni minib yuramanmi? O'sha endi o'ppa o'zingga bo'ldi. Kenjatoy, bu boshqachada bu. Senga qadrdonim bo'lgan, mehribonim bo'lgan, samakatim. Bilan, Mehrim, bilan, samakatim. voy bilan. O, ota shuncha uy-joy, korxonalar, korporatsiyalar kimga qoladi? Paxa. Bularni hammasi ikkinchi ayollaringga qoladi. Voy rostdanmi? Rahmat jonim, kutmagandim. Bularni mana O, dada. Qanaqasiga bu meni onam bo'ladi? Kichkina ukamdan ham kichkina-yu. Ha. Ayang katta bo'lib nima qilib berdi? Bu yenang bilmaydigan hali kulchovoy so'zlarni bilarkan. Popsik, jonim, hayotim, Bo'ldi, aziz. mashqi yetadi, bo'ldi, yo'q. Bu yoqqa davlinas ko'tarilib ketadi. Bollarim, Ha. mendan rozi bo'linglar. Ha. Men ketdim Dada. Dubayga. Yur ona. Charchab qolmadingizmi?